Otasiz o'sayotgan qizlar. Ular juda ham shirin bo'lishadi. Ular ojiza lekin kuchli bo'lishadi. Bilasizmi, ular yig'lashadi lekin hech qachon ko'rsatishmaydi. Ular ojiza lekin doim kuchli bo'lishadi. Otasiz o'sayotgan qizlar, ular juda ham shirin bo'lishadi. Beg'ubor bo'lishadi. Otasiz o'sayotgan qizlarda hamma narsa bo'ladi. Faqat otajonim degan so'z bo'lmaydi. Hech qachon qayg'urmang. Sizlarning otangiz bor. Otangiz payg'ambarimiz bo'ladi. Unutmang, ular men yetimlarni otasiman degan so'zlari bor. Va bilasizmi, otasiz o'sayotgan qizlarga u unaqa, bu bunaqa, tegajonlik va boshqa tuhmat gaplar. Hech qachon unutmang. Otasiz o'sayotgan qizlarga qilingan tuhmat bu eng yomon tuhmat. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz va sizlarni hurmat qilamiz. Ular otalarini yaxshi ko'radi, lekin yomon ko'rgandek ko'rsatishadi. Aslida ular juda ham zaif bo'lishadi. Ularning yonida otangiz bilan maqtanmang. Ularning oldida ota haqida gapirmang. Qo'ying, ularga ozor bermang. Otasiz o'sayotgan